Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Baxtiyor Xudoyorganov. Mana bugun biza Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi mahallasi Bobur ko'chasi 88-uyga tashrif buyurdik. Bu yerga kelishimizdan maqsad do'stlar, professional ustalarimiz bu yerda ko'mir katollarni ustani o'tkazibdilar. Hozir shu ko'mir katollar bilan sizlarni bir qator donishtirib, ularning funksiyalari, necha o'rnatilgan, shuni egasini shaxsiy fikrlarini bilib o'tamiz. Pastda turgan nomerlarga telefon qilinglar. Batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Qolaversa, kimda kim stennoy katol qo'yacak bo'lsa, ko'mir katol, o'dinda yonadigan katol, nafaqat o'dinda ko'mirda yonadigan katollar do'stlar, gaz katollarni ko'dirsangiz ham bo'laveradi do'stlar. Assalomu Quvonchbek, xudo xolasa salomlashib, videoligimizni boshlayveramiz. Assalomu alaykum aziz podpischilar. Yana bugun Bo'yrachi mahallasida Ergashamiz uyini bitirdik. Xudo xolasa bu joyimiz общий 12 to'siq oldi. Panelni radiatordan qo'yildi. Kotelning o'zi Cooper Pro 280 kvadratlik qizdiroqdan kotel qo'yib berdik. Uyning egasi bilan kelishgan holda. Hamma o'zlarimizdan bo'ldi. Bir kotelni o'zlari keldi. Hamma narsa o'zlarimizdan bo'ldi. Sizlarni xudo xolasa ishlar bilan tanishtirib chiqamiz. Görüp boraverasizlar. Do'stlar, professional ustalarimizga murojaat qilsangiz, pastda turgan nomerlarga telefon qilasizlar. Bularning bir ustun tarafi bor do'stlar. Bemalol telefon qilib chaqirasizlar, o'zlari boradi, o'lchamlarni ko'radi, necha metr turba ketadi, necha ob'yomli kotel qo'yishingiz kerak, boshqasi hamma narsasini o'lchab, itogi puli bilan chiqarib beradilar. Keyin o'zlarining materiallarini, hamma narsalarni olib borib ishlaydilar. Yana bir narsani aytib o'talik shu yerda. Dushan qatnab, bir qatnab bermaysiz do'stlar. O'zingiz olib boradi, do'konda shu narsalarda hammasini o'zi olib chiqaradi. Siz pulni sanab qaytaverasiz. Dastlabki xizmatlar ham o'zinda. Dastlabki avtomobillarimiz ham ko'rsatib bering. Endi o'z apparatlarni nalarni yuklab qo'yibdilar. Shunga yuklanib keladi. Turba, batareyalar, hamma narsalar shunga yuklanadi. O'zi bilan keladi. Ortiq qolgan narsalarni o'zi yuklab qo'ydilar menga. Turba ortiq qolgan, o'zining instrumentlari, yurt turganlarni sizning telefon tavrasida pastdan nomerlari. Hozir esa kotelni ko'rsatamiz sizlarga. Yetdik. Kotelni o'rnatdingizlar. Arka tarafı. Bu tarafami? Doğru chekdan poyan tashlab ekka bu yoqqa qo'yadi, gubirdayapti, o'dim bilan. Endi xudo xolasa. Cooper katollarimiz shu, ha? Aynen şu Cooper. Nimani o'zingiz donashtiring buni endi. Shaqilda turib. Yine Cooper katolumuz 280 kvadrat kızdırada. İçinde 8 tane turbası var. Piramida xili. O'zining ligil o'pkalari bor. İçinde cho'yin setkalari, o'zini tozalaydiganlari komplektida chiqadi, datchiklari bilan. O'zlarimiz yig'ib, zaxoniyat terib, ustunib ketib berdik. Keyin mo'rlarni ham traniklar qo'yib, ochib iladonatib, teyinda suv ispareniya bo'lsa, suvni oladigan kraniklar ham bor, tozalaydigan krishkalar ham bor. Yengani ko'rsatar. Inavi tenda suv ingladan bo'lsa, shuni suvni to'kadigan kranik, to'g'rimi? Ispareniya bo'lsa, shuni ochadi. Ochgandan keyin shu yerdan suv oqadi. Ispareniya bo'lsa. Chelakni qo'yadi, keyin deb ilib qo'yaveradi. Tozalajak bo'lsa, iberinda yana o'nlik boltni yozdiradi, oriyatdan ham o'nlik bolt shuni yozdiradi. Bu yoqqa olib, bir qator tozalab, yana mosdan yezib qo'yaveradi. Inavi ligrovkasimi monasi? Bu ligrovkasi. Xudo xolasa ko'mirni nedan soladilar buni? Ko'mirni bu yoqdan soladilar. Bunda ikkinchi narsadan hammanikidan bosh ustidan solinadi, beridan solinadi, bunikida o'rtada solinadi. Bunikida o'rtadan solinadi. Ko'rishingiz ko'zini cho'yin jotkalar ham bor. Yana yonib turishi. Kiloni teydan oladi ekan, to'g'rimi? Kiloni teydan oladi. Bu ko'mir katolaq, to'g'rimi? Bu ko'mir katol, yani üstünden ham yanishlarni ko'rishingiz mumkin. Bunda üstünden yanishi. Bu yerdan o'din solib beradilar. Ko'mir solib beradilar. Bu yerdan ham solsa bo'ladidan. Endi основной shu kitobunda teydan deb yozib qo'yibdi-da. O'zini qaysi o'ng'ay bo'lsa, solaveradi.
Bu yerden külünü alarlar her seferinde. Ava. Ligrovka sakın, doğru mu? Gradusunu düzəldi şundan. Çek gradusa koyacağım. Düzədi. Hazırca gradus tabi. Buna göstereyim üstüne. Azı bu 75 gradusda bu. 75 gradusta, doğru mu? Ava. Hı hı. Şöyle yeniden nasıl uzlanan gösterip ötükleyin. Birimiz yine nasıl uzlanamaz acayip edip ustanıp ketkenimiz. Samotök kranikleri bilen. Ese dostlar, Xudo xolasa görüp kuzatib boraversin. Endi ichamdagi ishlarni bir qator görüp o'tamiz sizlar bilan. Bu katyolni o'zi necha million ekan? Bu katyol общий kranikleri bilen 8,5 milyona oldu bu. Düştü bu. Ese endi Xudo xolasa ichamdagi ishlarni ko'ramiz, keyin shuni uyga egasining bir sifatini olamiz, to'g'rimi? Ava. Ese ketdik. Do'stlar, qani endi ichana giramiz, hamma narsalarni bir qator ko'ramiz. Ustalarimiz nechik ishlayapti, no batareya qo'yibdilar, nechik bo'libdi, profildan bo'libmi, yo bo'lmasa akfadan bo'libmi, hammasini ko'rib boramiz. Bismillahirrahmanirrahim. İbo joyimizdan bir batareya bor. Bu yerda otamiz dam olib yotibdi, shuni ko'rsatmayapti. Yaxshi. Esa, endi batareyani ko'rsatib o'tib ketaveraylik, to'g'rimi? Ava. Bu üstünden hava beradigan ku. Başkacha ku, ana. Ava, bu panelli radiator. Bu yerda bizning metrajini deb aytiladi. O'zbekiston sharoitida o'zi panelli radiator. Isini üstünden beradi ku. Ava, isini ustidan beradi. Arg'i defektlar ibaqdan bo'lishi kerak edi. Ular bilaman demas. Ular ustidan beradi. Arg'i ko'rg'onlar ibaq yonboshdan beradi. Resmi hürber tuttuk ku. Ava beradi ham. Bu metrajni arg'i ko'rg'on nisbatan 30% jonli qizdiradi. Sabab ibaq ham seli suvalanadi buni. İbaqdan ham seli suvalanadi. Arkasından, eldinden su aylanadi ekan shunda. Ava, arkasından eldinden suvalanadi. Başlayım bunu İbaqdan bir batareya hisobi, oraqdan bir batareya hisobi. 2 batareya hisobi bo'ladi, tamammi? Shuning uchun arg'ondan effekti 30% güçlü. Kraniklarni ham qo'yibsizlar. Ava, o'zini Amerikancha kraniklarni qo'yib, Bak baniyadan qo'ydingizlarmi? ava boydan qo'ydik. Qani baniyadan ko'rsating qani. Allah. Yine bonimizni ham qo'ydik. Birimiz yana kichkina etib, akkuratni etib qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Yine rakovina ham xalaqit bermaydi. Bir tomonlama etib berdik. Rakovina xalaqit bermasligi uchun. Gerek kichkinasini timpiltaqini qo'yibsizlar-ku, ha? Ava. Dumoyli bo'pti bu. Ava. Aynan do'stlar. Bunda yine zapravочный krannikleri açadı, signalkeden su akadı, bir koyardı. Tepeye çıkıp çelekle vurmaydı. Bunam şu üstünden beredi. Burası şöyle kiçinerekten banin için masajtırılgan. Bunam şu kranniklerini koyup acayip çıkardı. Esa buyaqlarni ham ko'radi qani. Mehtam qolgan. Bu dag'on o'xshaydi. Aa, tamam mı? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Normal. Qo'ng'ilar kelib ko'rib boshladim endi. Necha qizibmi? Xudo xolasa hozir yoqibdilar, endi zamonda yo'q. Qizib boshlabdi o'zi. Yine bu dalanımıza yine aynen teyine koyup vergenimiz. Bunu mandinası 140, mandinası 50. Panelli radyatörümüzü. Bunda argı batareyaga nisbatan bo'ka bo'lmaydi ekan, bo'ladimi? Büyük bo'lmaydi. Bu seyli duruşuna bo'ladi da. O'zidan nechalim razmer kerak bo'lsa, doğrusu Ava. seli sotib olib qo'yar Ava ekan. seyli satıp olib qo'yadi. Bunga qurab ham bo'lmaydi, ajratib ham bo'lmaydi. Ajratib ham bo'lmaydi. Yine yurtdoshlar xudo xolasa. Esa araqadan qo'yibsiz, to'g'rimi? Ava, bu yoqqa ham qo'ydik. Esa shundan yaqindan o'tib ketamiz. Yaqindan ko'rsatamiz xudo xolasa. Köşler aldı dönmüş. Bir para gelsin. Bu ikkini qo'yibsizlar bu yoqqa, to'g'rimi? Ava, ikkini qo'ydik beradi. Yine ajoyib bo'lib turibdi xudo xolasa.
Kızıptı ya resmi. Bu 1 metre 50 santilik bu. 1 metre 50 santilik. İkkini koyduk birebirine, birebirine. Uyuna egachilar maslahatlashgan holda. Biri kovallar sebebi yeten bir gün aynı neslinden bu yaktan netken bilen eşitten adam girse birini ıslakın üyenin içine hediye degen. Ova. Hem bu soğuk kese bir yoqqa o'tirmaydi da. Şurada kızdırıp ötürüveredi deysizler. Ova, bellanali polni gipsakardon uradim uni yozda. Seyli. Seyli arkasına. Seyli arka, seyli neyde joy bo'lgan bo'lsa, joylar dumjalli qiyshiq ekan bular. Ne bilen mayak bilan doğalab bo'lmaydi dedi. Shuna 8 sant ochib berdik. Ochib berganida o'zim usta ekan, 8 sant ochib berdik. Polni gipsakardonni urib ajoyib tepdagi zo'g'ondan keyin 0-0 duradi hammasi. Evvelki joylar dostlar, hozirgi joylar shuni tekis solinib turgan bo'lsa, evvelki joylar tekisal kengroq, usti sal darroq solingan shunday deb. Shu sababdan hozir shu problema bu yerda ham bo'lib turibdi. Bu yoqdami zal endi? Bu zolimni Xudo xolasa, zalniki ham zo'r chiqibdi-ku, ha? bu zolimniki. Görüşeniz bu ham shu. Buniki sal kichikroqmi zalniki? Yo'q, bu 120 ga 50 santi bo'lishi kerak. Xona ham kichikroq ekan axir, ha? Yo'q, xona ham kichikroq da. Hem bu içini güçlü beredi-ku. O'zining kvadratini moslab qo'ydikdanmi? Xudo xolasa. Yerim bormi? Bu o'rta joyda bor. Bunchalik endi bu. Bu 120 ga 50 bo'lishi kerak. 120 ga 50lik ekan. Yaxshi. Wi-Fi bor ekan bu yerda. Wi-Fi o'tirilgan. Baktık işim yok mu ya? Yok şöyle. Evvel peş koygan ekanlar. Yine dostlar evvel peşte oңuşup o'tirganlar. O soğuk ya, yakmaptır ama. Bir gün bitiremiz dedik, şu an yakmam var. Buna zakonni kızıp turibdi yine. Xudo xolasa. Taxlab bir qator remont etib bersalar endi oydin bo'ladi. Shu yozda remont etamiz dedi, Xudo xolasa dedi. Şu remont etmezden bunu ataplayan urverik dedi da. Şırıp ataplayan. Buna 120'lik o'xshaydi. Bu ham 120 ga 50 bu. Yine dostlar bu spalnisine şu batareya qo'yishdan oldin dostlar xonani kattaligini, kichkinaligini qarab shundan batareyalarimiz tanlanadi. Bu yoqdan ham bu yoqqa qo'yildi. Bu yoqdan ham bor. Uy ham katta ekan, ha? Katta uy ber. Oho. Qadimgi uylar ekan bular, katta. Ajoyib. Yine. 130 ga 50 bu. 130 ha. 130. Xona uzunligining nisbatini kattasini qo'yibsizlar. 130 50. Zo'r. İki aqlamatganmiz, 9 stronni. Kraniklar ham joyida qo'yibsizlar. Kraniklar ham joyida. Kraniklar rossiyskiy. Batareya o'zi ham rossiyskiy. Turbolar qozoqniki. Boshda Rossiyadan kelishdik. Uyning egasi sal arzaroq yo'qmi dedi. Shu qozoqnikini tanladi. Qozoqnikidan kelib qo'yib berdi. Yaxshi. Xudo xolasa esa go'shtni davom etaverasizlar. Arg'i joyimizdan bir batareya. Oxirgi tochkami ekan deb o'yladim. Yo'q, bu yoqdan bir batareyamiz. 12 tochka deysizmi? Bu joyimizda lekin svet yo'q. Hozir bu joyimiz yine oxirgi batareyamiz. Ko'rishingiz mumkin. Eng oxirgi tochka shumi? Eng oxirgi tochka shu. 130 ga 50 bo'lgan. Xonani uzunligini olibsizlar, ha? Bu ham 2 aqlam etib berganmiz. Zo'r. Ajoyib edi.
Mana yurtdoshlar ko'rib turganlaringizda yana shunday gaplar. Bizdan görüşe davam etaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib. Endi uyni egasini shaxsiy fikrini olib beramiz. Uyni egalari nerda endi? Ayollari bu yerda. Burada balani hoş geldin. Qani xudo xolasa. Og'am gaplama. Egash aka. Qanday? Yaxshimisiz? Tanlashib tikkani. Sağ ol. Uyni ichik. Uy zo'r. Rahmat yine Quvonchbek aka. Zaxondi qizdırdı. Katyolları Zaxondi ustanovka etib, ko'ngildagi deyanmasi aytganimizdek razmerlar tashab ketdi. Ha. O o'zini aytgan kunda bitirdi. Hammasine rahmat. Kasb-karidan bereket topsin. Elimize xizmat etib, qarimasin. Elimizni xizmatida bo'laversin ammo. Xudo xolasa Qazaqning turbasidan qo'ydiribsizlar turbalarini. Ha. Batareyalarni rossiyskidan, keyin kotelni rossiyskidan qo'yibsizlar. Sibirda ishlab chiqarilgan, Sibir uchun maxsus ishlab chiqarilgan kotellar bor. Ko'p keldi. Yaxshi, ajoyib. Xudo xolasa ustalarimiz muomalasi nechga ekan? Ajoyib. O'zini tutishi necha? Ajoyib. O'zi shu xalaqanimiz uchun chaqirdik. Bir nechta kelsang ishlanman deb dog'dag'a millat aytib, o'g'irlatib, janjal atib yo'qmi? Yo'q. Bunday yo'q. Ajoyib hammasi. Ayrim O'zi shu ko'rganimiz uchun, sizning anangizdan ko'rganimiz uchun shundan telefon atib, bunda podpischiklar. podpischikmiz. Qiziqib, endi biz maydondamiz, maydonda qana uyni ishlatib qizdirsak ekan deb ko'ramiz axir YouTube'da. Shu vaqtda ko'rgan vaqtda shu sizlarning nalaringizni ko'rib, shundan. Xudo xolasa endi do'stlar, podpischiklar pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Bizdan ustalarimiz ichmaydam, chekmaydam, ayrim ustalar o'xshab bir sharaqatga degan gapi yo'q. Ro'za Ramazon oyida bemalol shu eldan nima ko'rsangiz, shular bilan ovqatlanmayman, ro'za tutib qo'yganlar ham bor. Shu ko'nglingizdagi, didingizdagi professional ustalarni chaqirib beramiz. Ustalarimizdan mamnunmisiz? Ha. Hisob kitobdan aytdilar. Ha. Xudo xolasa necha so'm chiqdi endi bu xonadonimizda? Bu xonadonimizda общий kotel batareya mojlari 31 milyon 900 ming so'm pul chiqdi. Bu xonadonimizda 120 metr turba ketdi общий. 10 dona metajli batareya ketdi. Qolgani nedechida. Ana. Razımız hava. İstimi, kızdı mı? Kızdı. Batareyalarınız kızdı mı? Abi 120'de gördük. 120'ye çıkar gradusunu. Tekşirdik İspanya'dan ötürüp. Ondan taşları bir yıl kefalatı var. Eğer vermenden su akademi olsa ya kızmay kalsa bemalol telefonlaşıp çakıraverasiz, o'zlari keladi, ko'radi, tekshirib, taxlab beradilar sizga xudo xolasa. Bo'ldi. Esa nima deymiz do'stlar? Sizda ham shunday kömür kotellarni qo'ydirjak bo'lsangizda, ya bo'lmasa stenli kotel qo'ydirjak bo'lsangizlar, gaz kotel qo'ydirjak bo'lsangizlar do'stlar, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, bog'laninglar. Siz xohlaganingizni aytib, xohlasangiz budjetni qilib, xohlasangiz sredniy qilib, xohlasangiz do'stlar, vishchi kategoriyada chiroyli qilib, taxlab, moshinatib uzatib beradi professional ustalarimiz. Her safar bir ustani chiqarasan ko'tamanglar. Ustalarimiz ko'p, do'stlar, 20 dan ortiq ustalarimiz bor. Back process starshisi o'zi gaplaydi, o'zi tushuntiradi, o'zi ko'rsatadi. Bolalari ishlab, ishni bitirib beradi do'stlar. Nima deymiz? Ko'rganda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like tugmachalarini bosib, uyingda gazi yo'q, qarindosh urug'laringiz bo'lsa, shu videoni tashlab qo'ysangiz do'stlar, Ramazon oyida savob bo'ladi degan umiddaman. Ko'rganda ko'rishguncha. Qisqacha reklama aziz yurtdoshlar. Endilikda siz sotiladigan kvartirangiz bormi yoki hovli joyingiz bormi, mototsikl, avtomobillaringiz bormi? Bemalol bizani YouTube kanallarimizda, Telegram kanallarimizda, Instagram kanallarimizda, TikTok kanallarimizda tezroq reklama qildirib sotishlaringiz mumkin. Agar o'z brendini tanitmoq yoki o'z biznesini rivojlantirmoq tadbirkorlar bo'lsam, chiroyli qilib videolarni olib, tez rivojlanishida va ko'p xaridor yig'ilishingizda yaqindan yordam beramiz. 99 508 1990 raqamlarına murojaat qilasizlar deb umid qilaman. Sog' bo'lasizlar.